tumanidagi 38-sonli maktabning fizika fani o'qituvchisi Babajanova Maftuna bo'laman. Xorazm viloyati pedagog mahorat markazida may oyida bo'lib o'tgan 1 oylik o'quv seminar mashg'ulotida 1 oy davomida qatnashdim. Bu yerdagi tajribali psixologlar va tajribali o'qituvchilardan o'z fanimga doir metodlarni va psixolog pedagogik mahoratlarni, mahoratlarni o'rgandim. Mikrodars va testimizda 40 balldan eng yuqori 38 ballni qo'lga kiritdim. Bu yerdagi o'qituvchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Avezova Difuza Xonqa tumanidan keldim. Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazida 1 oylik malaka kurslarini o'tamoqdamiz. Mana bugun mikrodarslarimiz bo'lib o'tmoqda. Kecha yakuniy attestatsiya testida qatnashdik. 40 balldan yuqori ball, 37 ballni qo'lga kiritdim. Bu yerda bizga juda ko'plab professor domlalar dars o'tishdi. Jumladan o'zimizning kurs rahbarimiz professor Nasiba Ergashevna bizga juda ko'plab o'zining mahorat darslarini o'tib bermoqdalar va hozir bizda mikrodarslar bo'lib o'tmoqda. Va bu jarayonlarda olgan bilimlarimizni kelgusida o'zimizning maktab faoliyatimizda qo'llaymiz.